oxirgi paytda ko'proq endokrin bepushtlik ko'p uchramoqda. Buni har xil sabablari bor. Birinchisi, bu qalqonsimon bez kasalliklari. Qalqonsimon bezni gipofunksiyasi yoki giperfunksiyasi. Bunda hayz sikli buziladi, ovulyatsiya jarayoni bo'lmaydi, ya'ni sog'lom tuxum hujayra yetilmaydi. Yoki dominant follikul o'smay, orqaga so'rilib ketadi. Yoki shu yetilib kelayotgan follikularning kistaga aylanadi. Natijada ayol kishi homilador bo'la olmaydi. Yoki ikkinchi xavfi bu homilani erta tushish xavflari kuchayadi. Keyingi sababi bu qonda prolaktinning ko'pligi. Giperprolaktinemiya deb ham aytiladi. Buni sabablari gipofiz mikroadenomasi yoki adenomasi bo'lishi mumkin, stress holatidan keyin bo'lishi mumkin yoki boshqa dorilarning nojo'ya ta'siri ham bo'lishi mumkin. Buni oqibatida hayz to'xtab qoladi, ovulyatsiya jarayoni bo'lmaydi. Ayol kishida laktatsiya holati kuzatiladi. Bu esa sut bezlaridan sababsiz sut yoki suyuqlikni ajralishi hisoblanadi. Keyingi sababi bu tuxumdonlar polikistoz sindromi, SPK ham deb aytiladi. Hozir u juda ham ko'p uchraydi. Bunda nima holatlar kuzatiladi? Hayz tartibsiz keladi, ovulyatsiya yo'q, ortiqcha vazn yig'ishni boshlaydi ayol kishi, ortiqcha tuklanish kelib chiqadi. Qonda androgenlar miqdori ham oshib ketishi mumkin, ya'ni erkaklik gormonlar. Bu qanaqa namoyon bo'ladi ayolda? Yuzida, ko'krak atrofida, kuraklarida har xil husnbuzar toshmalar toshib ketadi. Ko'krak atrofida, kindik atrofida ortiqcha tuklanish kuchayadi. Hayzlari to'xtab qoladi. Yana keyingi sababi qonda insulin miqdorining ko'payishi. Qonda insulin miqdori ko'payishi hisobiga tuxumdonlar faoliyati buziladi, gormonal o'zgarishlarga olib keladi. Va eng oxirgi sababi bu anoreksiya hisoblanadi. Anoreksiya bu ayollarda vazn yetishmasligi. Vazn yetishmasligi hisobiga ham ayol kishi homilador bo'la olmaydi. Kelajakda bizning qizlarimizni asrashimiz kerak. Ular bizning kelajakda bo'lajak onalarimiz. Shuning uchun qizlarni onalari javobgar. Albatta uni hayz siklini tekshirish kerak, kalendarini yozib yurish kerak. Qiz bola o'zini issiq tutish kerak. Har xil shamollashlar ham ko'payib ketgan. Bu narsaga albatta ota-onalar mas'ul.